Essa aqui tocar vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva, olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Bu qiz bitta trend olaman deb boshimni aylantirib yubordi. Qizlarjonlar, sizlarga zo'r yangiligimiz va nihoyat biza chiroyli qilib vitrinalarimizni tugatdik va skidkalarimiz ertadan yana sizlar uchun davom etadi. Shu videoda ko'rsatilayotgan oyoq kiyimlarimizni skidka narxida atigi 150 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Qizlarjonlar, buni bilasizlar, juda ham qimmat sotilgan. Ayni paytda Soreklet filialimizda biza hamma kuzgi oyoq kiyimlarimizni skidkaga qo'yib yuborganmiz. 150 ming so'mdan. Juda ham xillari ko'p. Mana polkalarga bitta razmer qolganlarini terdik, qolganlari pastda turibdi. Va butun jamoamiz nomidan sizlarga bitta iltimosimiz bor edi. Kelganinglarda bitta poy oyoq kiyimni Fatima xolamnikiga, ikkinchisini Zuhra ammamnikiga tashab ketmasizlar, chunki juda ham vaqt ko'p ketyapti. Biz bularni poylarini topib, porядка qilishimizga va ogiz kelgan klientlarimiz xafa bo'lib ketishyapti. Endi reyis o'tkazib yubormaylar, chunki ikkinchi yangiligimizda mana shunda turgan Lara Piano oyoq kiyimlarimizni barchasi atigi 250 ming so'm. Bularni ham skidkaga qo'yib yubordik. Bular ham qimmat edi. Mana shunaqa kачествоsi zo'r, korobka dokumentlari bilan birga buni javob beraman, 500 mingdan sotishyapti. Mana bunaqa zo'r krossovkalarimiz ham hammasi endilikda skidkada 250 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Hamma razmerlari, ranglari bor. Haytgancha yozgi oyoq kiyimlarimizga finalniy skidka faqatgina shu отделda turgan shu oyoq kiyimlarimiz atigi 65 ming so'mdan shoshilinglar.